Nima? 250 mingmi? Mashq kiyib olgan ko'ynagimmi? To'y hashamdagi bemalol tushib ketaveradi devasmi? Razmeri ham 64 gacha mos keladimi? Faqatgina Xadicha brendi bor bo'lsa kerak-ya. Qani qizlarjonlar, sizlar to'ppa-to'g'ri eshitdinglar. Shu o'zim kiyib olgan ko'ynagimmi? Atiga 250 ming so'mdan faqatgina Xadicha brend do'konimizdan topsangiz bo'ladi. Razmerlari ham bemalol 46 dan 64 gacha mos keladi. Shuning uchun ham balshmerka kiyadigan opajonlarimizni umuman xavotirlanmasdan kelishligi mumkin. Juda ham chiroyli 8 xil rasvetkada olib kelib qo'yganmiz. O'zim kiyib olganim shunaqangi izumrudniy rasvetkasi bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin shunaqangi bordoviy, jigarrang, qora, och jigarrang, yana bordoviy, ikki xil bo'lib, bir xil rang bo'lgani bilan izumrudniy rasvetkasi o'zim kiyib olganim shunaqangi oldi qismida krujvalari bo'ladi. Xolasanglar shunaqangi Swarovski toshli bilan bezatilgani ham bor. Buni yengini qaranglar, qanaqangi juda ham chiroyli qilib ishlangan fransuzskiy krujvalar bilan, Swarovski toshli bilan bezatib qo'yganmiz. Shunaqangi baqlajon rasvetkalari ham bor qizlarjonlar va ba'zi qora rasvetkalarda olib kelib qo'yganmiz. Bunaqa narxdagi to'ybob ko'ynaklarni faqatgina Xadicha brend do'konimizdan topsangiz bo'ladi. Shuning uchun ham hammalarni do'konimizda kutib qolamiz. Agarda kela olmasanglar, butun O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz.